Assalomu alaykum, hurmatli kursimiz ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan o'zimizning Gmail va YouTube kanalimizda to'g'ri himoyalashni ko'rib chiqamiz. Biz o'tgan safar kanalimizda to'g'ri nastroyka qilishni ko'rgan edik. Bugun to'g'ri himoyalashni o'rganamiz. Buning uchun nimadan boshlaymiz? Birinchi o'rinda biz o'zimizga yangi oyna ochib olamiz. Biz o'zimizda Chrome brauzerimizdan yangi oyna ochib olganimizdan so'ng, mana bu chap tepa burchakka rasmchamiz turadi. O'shani yonida mana bunaqangi belgilcha bor, ya'ni Google Apps degan. Shunga bir marta bosamiz, bizda quyidagicha oyna ochiladi. Biz bu joydan Account degan joyga bosib olamiz va bizning o'zimizni Gmail'imizda sozlamalariga olib kiradi. Bu Gmail'imizga telefon nomer va qo'shimcha Gmail kiritish uchun bu joydan 4-bo'lim, ya'ni xavfsizlik bo'limiga bosib olamiz. Bu bo'limga kirib olganimizdan so'ng bizda quyidagicha oyna ochiladi. Telefoningizda ham xuddi shunaqa ochiladi. Biz mana shu bo'limga kirib oldik. Endi qiladigan ishimiz, biz mana shu kanalimizga telefon orqali kirib olishimiz kerak va ikkitalik himoya tizimini keyin yoqamiz. Hozir o'zimizning telefonimiz orqali Gmail bilan parolni yozib, mana shu Gmailga kirib olishimiz kerak. O'zimizning Gmail'imizga telefon orqali kirib olganimizdan so'ng, endi biz ikkitalik himoya tizimini yoqishni boshlaymiz. Bu yerda birinchisida mana shu turadi, ikkitalik himoya tizimi. Bu narsa monetizatsiya yoqishda ham muhim o'rin egallaydi. Mana shu narsani yoqmasangiz, sizning monetizatsiyangiz yonmaydi. Shuning uchun ikkitalik himoya tizimini albatta yoqib qo'yishimiz kerak. Bosaman. Menda quyidagicha oyna ochiladi. Tasdiqlashni bosaman. Mendan o'zimning kompyuterimda parolini so'raydi. Sababi meni kompyuterim mana shu login parolni saqlanib qilib qo'ygani uchun avtomatik o'zi parol kiritib yuboradi. Sizda bunaqa bo'lmaganligi uchun siz parol kiritishingiz mumkin. Birinchi qiladigan ishimiz, biz telefon nomer qo'shishimiz kerak ushbu Gmailga. Telefon nomer qo'shishni bosaman. Bu joydan men O'zbekistonni tanlab olaman. O'zbekistonni tanlab oldim. Bu joyga Beeline nomer yozmasangiz, ko'pincha boshqa kompaniyani qabul qilmaydi. Men o'zimni Beeline nomerimni yozib kiritib oldim. Endi next tugmasini bosaman. Meni nomerimga kod ketdi, hozir kodni kiritaman. Mana menga kelgan kodni kiritib oldim. Endi tasdiqlashni bosaman. Bo'ldi. Meni telefonim tasdiqlandi va buni bosib qo'yaman. Mana do'stlar, biz ikkitalik himoya tizimini yoqib oldik. Orqaga bir marta qaytamiz. Mana ko'ryapsizlar, ikkitalik himoya tizimi yongan bo'lib turibdi. Sizda ham mana shunaqangi bo'lsa, sizning kanalingiz anchagina himoyalangan bo'ladi. Sizning parolingiz esingizdan chiqib